Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'i erkin iqtisodiy zonada kattagina tayyor binoimiz ijaraga beriladi. Albatta temir yo'llar kirib kelgan bu joyga, tarozilari mavjud. Bu har qanday maqsadda foydalansa bo'ladigan joy, sklad, ishlab chiqarish, xohlagan maqsadlaringda foydalansalaring bo'ladi. Albatta bu joydan bu joyda birinchi boksimizni ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Umumiy uzunligi 75 metrga, eniga keladigan bo'lsak, eni 19 metr. Bu joyning balandligi примерно 7 metr atrofida. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ishlab chiqarish uchun, o'zlaringga ishlab chiqarish uchun birorta bir sklad yo birorta bir boshqa maqsadlarda foydalansalaring bo'ladi. Albatta bu joyda 3 ta boksimiz bor. Bu birinchi boksimiz. Yana bir bor razmerni eslatib o'tamiz. 75 metrga, eni 19 metr. Va ikkita binomizning o'rtasidan ham foydalansa bo'ladigan qilib tomlari yopishlikka tayyor sharoit qilib qo'yilgan. Orqa tarafda ham texnika turadigan joylarimiz mavjud. Примерно 6 metrga uzunasi bu joyimiz 60 metr. Ro'paradagi boksimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu boks eniga keladigan bo'lsak 16 metrga, uzunasi 60 metr. Har qanday maqsadda foydalansalaring bo'ladi, ijaraga beriladi. Albatta yana eslatib o'tamiz, temir yo'l relsimiz kirgan bu joyga. Temir yo'l relsimiz bu tarafdan kirgan. Buni kelishilgan holatda tomlarini yopib bitirib berishlik ham mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'rib o'z biznesingizni rivojlantirish uchun ijaraga olishingiz mumkin. Bunga orientir sifatida aytishimiz mumkin. Qo'qonbo'y mostdan tushganda o'ng svetoforga yetmasa o'ng qo'l tarafdagi ko'chada joylashgan bu joyimiz. Buni albatta shunaqa tadbirkor biznesmen akalarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Albatta bunaqa ko'plab shunaqa joy qidirib yurgan bo'lishligi mumkin, topilmay turgan bo'lishi mumkin. Siz orqali birorta bir tadbirkor bu joyni ko'rib ishlab chiqarishga olib bir necha ish o'rinlari yaratishligi mumkin. Ishlab chiqarishligi uchun alohida tipimiz ham mavjud. Bu 1600 salik, orqa tarafdagi tipimiz 400 salik. Albatta bu joyda suvdan muammo yo'q, suvimiz mavjud. Ro'parada mana bashnimizgacha mavjud. Endi bu joyimizni ijaraga berilayotgan joyimiz bu joy. Va bu joyga ofisga ham bu joyda joylari bor. Mana asosiy kirib kelish bu joyda. Mana shu nazorat kameralari o'rnatish va ofis uchun bu joyda tayyor 4 ta xonamiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib, o'z bizneslaringni, o'z tadbirkorliklaringni yuritishliklaring mumkin. Asosiy darvozadan kirib kelish xo'p. Bu joyda ofis bo'ladi va orqa tarafda ishlab chiqarish joyimiz bo'ladi. Albatta suv, tok, gaz muammo yo'q bu joyda. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan obzorlar berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.